Bobur shahrining so'lim tabiati, umuman olganda Andijonimiz, yangi O'zbekistonimizda amalga oshirilayotgan ulkan ezgu islohotlar albatta bu xalqimizning manfaati uchun xizmat qilmoqda. Konsert dasturi so'ngida go'zal bir asarni sizga taqdim etishdan oldin Andijon viloyati hokimi Abdurahmonov Shuhratbek Qo'shaqbayevning qalamiga mansub go'zal bir she'r bilan bugungi konsert dasturimizga yakun yasamoqchimiz. Daryo kabi oqargan shoshib, goh sokin, gohida to'lqindek oshib, yashadim bir shodon ming g'amdan toshib, lekin achinmayman har bir onimga, jonim fido bo'lsin Andijonimga. O'zimdan o'tganin bir o'zim bildim, xalqim, yurtim uchun yashadim, yildim. Men asli shu uchun dunyoga keldim. Vatan ishqi singan bu qonimga, jonim fido bo'lsin Andijonimga. Yetti iqlim sari dong'i taraldi, jannat makon deya qayta yaraldi. Ming havas, ming hasad birla qaraldi. Kun kelar, duolar yog'ar nomimga, jonim fido bo'lsin Andijonimga.